Aziz obunachilarimiz, bu videolarda yaxshilab bir ko'ringlar, qanchalik rostmi yoki yolg'onmi. Ozgina shu videoni sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Миссия США по спасению пилота провалилась. Иран сообщил о срыве американской операции по спасению второго пилота истребителя F-15, сбитого над территорией страны, сообщает агентство Тасним. По его информации, иранские силы уничтожили 2 вертолета Black Hawk и 1 транспортный самолет Си-130. В своем твите Трамп заявил о проведении специальной операции по спасению пилота сбитого самолета в Иране, пытаясь скрыть свое тяжелое поражение. Азартный игрок Трамп, говорится в заявлении пресс-службы КСИР. Напомним, ранее сам Трамп сообщил, что американский спецназ успешно спас второго члена экипажа F-15, отметив, что пилот цел и невредим. Отрабатывают высадку десанта в Иране. Ближайшие часы, ближайшие дни. Дональд Трамп объявил, что он будет высаживать десант в Иране, воздушный. Что вы думаете по этому поводу? Где именно США будет высаживать десант? И чем ответит Иран на это? Оставь свой... Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Aziz obunachilarim, vatandoshlarim va dindoshlarim. Sog'misizlar, salomatmisizlar va musofir yurtda yurgan barcha aka opa singillarimiz salomatmisizlar, tinchmisizlar va qo'shni davlatlarda bularning videolarimni ko'rayotgan Qirg'izistondan, Tojikistondan, Qozog'istondan salom berayotganlar barchalaringizga va alaykum assalom. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz obunachilarim, tanjonlaringiz sog'mi? Menga assalomu alaykum deb yozganlarga barchalaringizga va alaykum assalom. Kommentariyada fikrlarini bildirayotganlar barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshlagan har bir ishlaringizni Alloh bardavomli qilsin. Bu videoda hozir kecha ilgari kuni kech payt Donald Trump Amerika prezidenti maylisida gapirgan, agar Eronga tahdid qilgan, qo'rqitganda endi 48 soat vaqt beraman, 48 soat ichida Eron qilaman degan, endi do'zaxga aylantiraman deganda endi Tramp. Buni hozir gapirgan gapi уже 24 soat o'tib bo'ldi, уже ikkinchi 24 soat boshlandi. Necha ming spetsnaz ham jo'natgan deyilyapti. Batta hozir qo'rqitmoqchi bo'lyapti Tramp Eronni. Bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on hali birov bilmaydi, lekin Eron ham atvet qilgan. Sen boshlab ko'r degan Amerikaga. Agar sen shunchalik yer ustida o'sha spetsnazingni jo'natasanmi yoki eng kuchli nimalarni otasanmi, so'roqsiz, Eron ham aytgan, so'roqsiz polni Amerikaga men ham otaman degan. Bu joyda bundan keyin odamlar savol berish uchun Oq uyga nima qilishgan? U joyda esa prezident Trampni nimalari chiqqan endi. Maslahatchilari chiqqan. Prezident hozircha buguncha atvet qila olmaydi degan. Hozirda juda ko'p videolar tarqayapti. Tramp kasalxonaga tushib qolgani. Bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha olib ketilayotgan nimani Tramp deyilyapti. O'sha Tramp prezidenti больницаga olib ketilyapti degan nimasi bo'lyapti. Bu hozir juda ko'p joyda bo'lyapti. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmaymiz hali. Trampni hozircha ko'rsatishgan yo'q. Balkim haqiqatan kasal bo'lib qolgandir, balkim
agar kasal bo'lgan bo'lsa, o'lgani ham rost bo'lsin. O'lim ham. Endi musulmon davlatlariga do'zaxda aylantiraman degan insonlarga nima deymiz? Yaxshi gap gapirmaymiz, astag'firulloh. Bular endi oddiy bir qo'g'irchoq-ku. Qat do'zax, qat nima bo'lishini Alloh biladi. Bular oddiy bir yevreylarning madikorlari, laychalari bo'lsa, bunaqa gaplarga men hayotda ishonmayman. Eron bir boshlab ko'r dedi Amerika prezidentiga. Sen bir boshlab ko'r, keyin ko'rasan dedi. Atvet holatda sen ham ko'rasan dedi. Jo'natgan soldatlaringni girovda jo'nataman dedi. Bu yerda o'sha ko'rgan bo'lsalaringiz, samolyotlar urilgan. Amerikaning eng kuchli samolyotlari va vertolyotlar urilgan. Endi ko'pasi 2-3 ta urilgan albatta. Bu 2-3 ta degani ham eng kuchli samolyotlar urilgan. Albatta lotchilar ham qo'lga tushgan juda ko'pi. Aziz obunachilar, vatandoshlarim, dindoshlarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Butun dunyodagi musulmon davlatlarini Alloh o'z panohida asrasin. Bunaqa yevrey insonlarni o'ylagan orzu ishlarini Alloh amalga oshirtirmasin. Bu zulm o'tkazayotgan bu zolimlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Barchalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringiz Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum.